hurmatli kuzatuvchilar, mana navbatdagi bariatrik operatsiyaga kelgan bemorimiz Qirg'iziston Respublikasidan kelgan. Bemorda bir necha yildan beri qandli diabet kasalligi bilan og'rib keladi. Bemorda bizga bir hafta avval kelgan edi, oshqozonda ozgina yallig'lanish, eroziyalar paydo bo'lgan ekan. Uni biz hozir davoladik. Bir hafta bizda davolandi. Endi bugun Xudo xolasa oshqozonda minogastrit shuntlanish operatsiyasiga olmoqchi bo'lyapmiz. Yaxshimisiz aya? Tuzukmisiz? Og'riqlar kamaydimi, yo'qoldimi? Necha yildan beri qandli diabet? 6 yildan beri. 6 yildan beri. Nima ichardiz? Diabeton. Diabeton. Siston. Oshqozondagi Galusmet. Galusmet. Nimaga o'tdim hali? Stodiabet tabletkalarni. Stodiabet. Sizni ko'proq nimasi qiynaydi qandli diabetda? Menda haligi nimaga peshob hojatga yurib chiqish, chanqash. Yaxshi. Bizni qayerdan eshitib keldingiz? Men YouTube tarmog'idan o'sha telefonda ko'rib o'tirib, Ahror Qo'shmatovni videosini ko'rgansiz. Operatsiya jarayonlarini chiqqan. Keyingi jarayonlarini ham ko'rib, ishonch hosil qilib keldim. Bo'ldi. Xudo xolasa bugun operatsiyaga olamiz. Undan keyin natijalar bilan keyin yana bir qator suhbatlashamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Rahmat.